Jamiyat yaxshilardan xoli emas, o'rmon sherdan xoli emas. Jamiyatimizda shunday yaxshi odamlar bor. Shunday bir qalbi sof, birovning haqqiga rioya qiladigan, hududiga turadigan odamlar ichida yurgan farishtalar bor. Hazrat Bahovuddin Naqshbandning naqllari kim? Xilvat dar anjumand. Anjuman ichida bir o'zi xilvatda xoli yashaydigan avliyolar bor. Oldimizda, lekin u xilvatda. Jamiyatdagi iflosliklar, jamiyatdagi zulm va adovatlar, jamiyatdagi yomonliklar uni hargiz kirlamaydi. Bu yerdagilarni ko'plari biladilar. Madrasada ta'lim olib yurgan paytimizda madrasamizda bir otaxon kelardilar. Otaxon eskiroq yaktak bilan, uzun mahsi bilan, salla o'ralgan buxorocha salla madrasaga ko'p kelardilar. U kishi Bolta bobo Sharipov. Yangi meva chiqsa albatta olib kelardilar. Yangi meva chiqsa albatta olib kelardilar. U kishi o'zlari Gazli yo'ldan Ko'shki Umar degan joy bor, o'sha yerdan. Yangi mevani albatta birinchi domlalarga, madrasa talabalariga berardilar. Domlalar va madrasa talabalari birinchi mevani yesin, keyin mana farzandlarim meva yeydi degan bobo dehqon edilar. Chiqqan mevani avval keltirardilar, keyin qolganlarga berardilar. Olimlarga nihoyatda muhabbatli bo'lganlar. Nihoyatda ilmparvar bo'lganlar. Lekin o'zlarini savodlari uncha zo'r emasdi. Yoshligimdan deydilar, men ota-onamni hatto tanimayman. Bilmayman otam kim, onam kim, yetmak odamman. O'qiy olmaganman. Traktorning orqasidan yurganman, molxonada yurganman, kun kechirganman. O'lmasdan saqlab qolishlik uchun jonimni nima qilganman? Jonimni asraganman, tamom. O'qimoqchi edim, lekin imkoniyat bo'lmadi, fursat bo'lmadi. Bir parcha non eng katta g'amimiz edi. Madrasaga ko'p qatnar ekanlar. Madrasamizdan katta qori o'tganlar, Qori Shahobiddin. U kishi 1967-yilda Pokistonda o'tkazilgan Qur'on musobaqasida 2-o'rinni olganlar. Abdulbosit Abdussamad mashhur Misrning qorisi 1-o'rinni olgan, u kishi 2-o'rinni olganlar. Mirarab madrasasiga dars berganlar, direktorlik qilganlar, Qori Shahobiddin. U kishini juda yaxshi ko'rar ekanlar Bolta bobo. Uylariga borib turar ekanlar, hujralariga borib turar ekanlar, duolarni olar ekanlar, tahorat suv tayyorlar ekanlar. Bir kuni Shahobiddin qori aka qari bo'lib qolibdilar, bukchayib qolibdilar. Bolta bobo borib endi yoshman deydilar, 67-yil. U kishiga tahorat suv tayyorladim, u kishi tahoratga chiqib ketdilar. Men xonalarga kirib choy damladim. Qalbimdan bir narsa o'tdi. Qori domla qariyaptilar. Men bu kishini qiroatlari bilan maza qilaman. Erta indin o'tib qolsalar nima bo'ladi? Men nima qilaman? 67-yil. Qalbimda tugdim. Xudoy taolo menga bir farzand bersa, ismini Shahobiddin qo'yaman. Hech bo'lmasa o'shani ko'rib turaman, shu Qori boboni ko'rgandek bo'laman. Nomlarini aytsam shu Qori boboni eslagan bo'laman. Parvardigor olamning izni inoyati bilan Qori bobo kirib keladilar. Kirib kelib, sen menga tahorat suv tayyorlab berding. Xudoy taolo senga solih farzandlar bersin deb duo qiladilar. Ayollar meni qalbimdan o'tdi deydilar. U kishi nima qildilar? Duo qildilar deydilar. 1974-yilda Alloh taolo bu kishiga bitta emas, 2ta o'g'il beradi. Birining nomini Shahobiddin qo'yadilar, birining nomini Kamoliddin. Aytadilarki, bitta niyat qiluvdim Shahobiddin deb, 2ta bo'ldi. Ikkinchisining nomini nima qo'yay? Bizda o'sha payt 100% urf odatki, Hasan Husan qo'ymasa farzandlar o'ladi. Nima bo'lsa ham mayli dedilar. Shahobiddin qo'ydim dedi, ikkinchisini Xudo menga dinimni kamolini bersin. 74-yil. Alloh taolo menga din bersin, farzandlarim dindor bo'lsin deb Kamoliddin deb nom qo'ydim ikkinchisini dedilar. Masjid madrasalarga borib turaman dedilar. Bir vodiydan dedilar, Andijondan A'zamxon qori degan bir odam bo'lardi. Tagmon Bofo masjidida, Xo'ja Tabbat masjidida, Xo'ja Zayniddin masjidida u kishi imomlik qillar edilar. Bir kun deydilar,
Xo'ja Zayniddin masjidiga qori bobo imomlik qildilar. U kishiga iqtido qilib namoz o'qidim, qiroatlariga mahliyo bo'ldim, u kishiga meva yetib turardim va hokazo. Namozdan keyin o'tirdik. O'sha Xo'ja Zayniddinning ayvonida. Aytdilarki, "Ey Boltajon, endi bu kishi g'irt dehqon." Dardi hol qilganlar. Mani farzandim yo'q. Bitta farzand oluvdim, 5 yoshga kirganda o'lib qoldi. Yana bittani farzandini boqib oldim, 3 yoshar bo'lganda ota-onasi olib ketdi. Farzandsiz qoldim yana. Ovqatni yeb bo'lgandan keyin Bolta bobo aytadilarki, "Turing" dedilar. Bir joyga borib kelamiz dedilar. Bir joyga borib bir duo fotiha qilib bering dedilar. Borib kelamiz. U kishini oladilar. Eski bozordan taksini oldik dedilar. To'g'ri Ko'chko'mar boradilar. Bog'larning ichiga olib kiradilar. Bir duo fotiha qiling dedilar. Duo fotiha qiladilar. Undan keyin dedilar, uyga kirdik. Hovliga dedilar, hamma o'g'illarimni tik qo'ydim dedilar. 7 o'g'il, 4 qizim bor edi. 10 ta bo'lsa o'rni boshqa. Hammasini tik qo'ydim dedilar. Aytdim, "Qori domla, ana shu 7 o'g'lim sizni farzandlaringiz. Xohlaganingizni oling" dedim dedilar. Xohlaganingizni. Lekin sizga nasihatim, sizga tavsiyam, bunisi endi katta bo'ldi. Bunisi sal kasalmanroq. Tez shamollaydi. Ana shu ikkitasi yaxshi deb. Shu ikkitasi bo'ladigan. Zehni ham zukko, o'zi ham chaqqon, kasalligi ham kam chalinadi. Shahobiddin bilan Kamoliddin dedim. Oling bittasini dedim. O'sha aytdilar, "Boltajon, men bu uchun senga dardimni dasturxon qilganim yo'q. Bu uchun senga aytganim yo'q. Men bu uchun seni uyga kelganim yo'q. Olasiz" dedim bittasini dedilar. Bittasini olasiz. Keyin aytdilarki, "Ayolingiz nima deydi? Bularning onasi bor, axir bular 2 yoshar, nima deydi onasi?" Ayollarni chaqirdilar. Ayollariga aytdilarki, shunday. Ikkita o'g'limizdan bittasini bermoqchimiz kishiga. Siz nima deysiz? Ayolim aytdiki, "Siz bittasini bersangiz, men bunisini ham unga qo'shib beraman. Ikkalasini ham beramiz. Bular ikiz, bir-biridan ajralmasin. Qorini xizmatida bo'lsin. Olimni tarbiyasidan o'rgansin. Xudoy taolo holi bularga bir shan bersinki, bu qishloqlar orqaga qolib ketsin." Ikkalasini ham oldik dedilar. Shahobiddinni oldim dedilar. U kishini familiyalariga ham o'tkazib berdim. Aziziddinov qilib berdim. Ikkalasini ham oldilar dedilar, olib bordilar. Hozir u kishi Qirg'izistonning Jalolobod degan joyda yashaydilar. Shahobiddin qori, Kamoliddin ham har ikkalalari masjidning imomlari. Katta olimlar. Kamoliddin qori aka Misrlarni bitirib keldilar. Shahobiddin qori aka ham Misrlarni bitirib keldilar. Olimning sharofati bilan ular ham hozir Buxorodan borganlar, katta allomalar Jalolobodda xizmat qilyaptilar. Azamxon qori aka Aziziddinov ham hozir 85 yoshda. Alloh rahmat qilsin, Bolta bobo o'tib ketdilar. Bolta bobo o'tib ketgan bo'lsalar ham mevalari hali hanuz keladi. Har juma tutuymiz. Bolta bobomning nabiralari, farzandlar olib keladi. O'g'illari, nabiralari biz bilan birga o'tirgan bo'lsalar kerak. Har juma madrasaga borsangiz, birinchi meva madrasaga boradi. Oddiy bir dehqon, oddiy bir mehnatkash. Uylarga bog' tashkil qilganlar. Bog'ni birinchi hosilini madrasa va olimlar uchun vaqf qilganlar. Yondagi bog'ni mevasini terishmas, halol mehnat bilan qilingan ishni odamlarga ulash. Tumanimiz markazi Galosiyoda 1 gektarlik bog' tashkil qilganlar. Bir ovloq joy, toshloq, axlat joyi edi. 1 gektarni ketmanlari bilan mehnat qilib obod qildilar. Bog' qildilar. Mir Arab nomini berib madrasaga vaqf qildilar. Ana mehnat. Ana bizni insoniyligimiz, ana bizni asl xilqatimiz, ana bizni asl xalqimiz, ana dindan oshno bo'lgan odamlarning ma'naviyatlari. Bolta bobo buni o'zlari o'rganganlari yo'q. Buni amru ma'ruflarda muhojir va ansoriylarning siratlaridan eshitganlar. Muhojir va ansoriylar bir-birlari bilan qanday muomalada,
qanday munosabatda edilar? Va yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. O'zlari ehtiyojmand bo'lsalar ham boshqaga ilinardilar. Avval siz oling, avval siz yeng, avval siz iching, keyin men olaman. Ana nafsoniyat. Ana undan keyin ularning nomlari asrlar osha keldi. Qurgan binolari asrlar osha davom etib kelyapti. Biz bu yoqdan quryapmiz, bu yoqdan buzyapmiz. Qurganimizga ham bir xursand, biz buzganimizga ham biz xursand, lekin bizdan birov xursandmi yo'qmi? Nomimiz qoladimi yo'qmi? Bolta bobo o'tib ketdilar. Birov aytish mumkin. Bergan bo'lsalar 1 tonna o'rik bergandirlar. Bergan bo'lsalar 1 tonna tut bergan bo'lsalar kerak. 5 tonna hozir o'rik yuboraman deyish mumkin. Yo'q. 1 dona bilan muhabbat kelgan. Mehr kelgan. Gap tonnada emas, gap vagonda emas, gap mehr va muhabbatda. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Ittaqunnar walau bi shiqqi tamra. Bitta xurmo bilan bo'lsa ham o'zlaringizni otashi do'zaxdan, azobi Xudodan saqlanglar. Bitta xurmo bilan bo'lsa ham. Ya'ni payg'ambar alayhissalom aytmadilar bir bog' ber, yo'q. Bitta xurmo muhabbatga yo'g'rilgan, mehrga yo'g'rilgan, chin dildan berilayotgan bu ihson bilan payg'ambar alayhissalotu vassalom shunday dedilar. Muhtaram azizlar, bu ummat zulmdan qochgan. Bu ummat moddiy zulmdan ham qochgan, ma'naviy zulmdan ham qochgan. Bu ummat birovni haqqini, birovni joyini, birovni mansabini, birovni mulkini o'zlashtirish payda emas, kechib yuborish payda bo'lgan. Hatto ba'zida namozga hayron qolamiz. Birov kelib odamlarni yelkalaridan sakrab joyga o'tiradi. Uni haqqi emas. Birov bir kursi payda, uni haqqi emas. Agar nohaq o'tirsa o'sha kursiga, nohaq o'tirsa o'sha joyga, zolim hisoblanadi. Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Alhamdulillah. Alloh taolo iloho lutf marhamati bilan hammamizni o'rasin. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni hayotlaridan, sahobai kiromlarning hayotlaridan, ularga ergashgan ulug'larimiz hayotlaridan ibrat olmog'imizni Alloh nasib va muyassar aylasin. Parvardigor olam jamoat va jamiyatimizni mustahkam, jips va bardavom aylasin. Amin va rabbul alamin.